O'qish kerak emas deb qoldilar maktabni bitirgan bir bola. Nega deb savol berdim. O'qiganlarni ko'ryapmiz-ku dedilar. Kimni ko'ryapsiz dedim. Tanishlarni. Keling men sizga o'qigan insonlarni ko'rsataman dedim. O'zbekistonni kim boshqarayotgan bo'lsa, hammasi oliy ma'lumotli insonlar. Prezident, bosh vazir, prokuror, hokim, hammasi oliy ma'lumotli insonlar. Nega ularni ko'rmaysiz dedim. Iqtisodiyotni boshqarayotgan insonlarni ko'ryapmiz, iqtisod orqaga ketyapti deydilar. Nima qilish kerak oldiga ketish uchun? Insof bilan ishlash kerak, to'g'ri yo'l tutish kerak, xalqqa o'ylash kerak dedilar. Marhamat, endi maktabni bitiribsiz, narxozga kiring. Siz xalqqa o'ylang, siz xalqqa o'ylaydigan, iqtisodiyotni rivojlantiradigan inson siz bo'ling. Chunki sizdagi mandagi yoshlar harakat qilmasa, kim O'zbekiston uchun harakat qiladi? Osmondan tushadi bunaqa odamlar dedim. Tanishim yo'q, institut bitirsam chiqib ishga kira olmayman deydilar. Kim kafolat beradi? Sizni tanishingiz bo'lsa, institut bitirganingizdan keyin sizni ishga olib kirib qo'yishiga. Balki o'sha tanishingiz ham ketib qolar. Mani tanishim yo'q, o'shaning uchun o'qimayman. Mani tanishim bor, o'shaning uchun o'qiyman. Bu eng ahmoqgarchilik fikri deb o'ylayman. Chunki hammasi Xudodan. Men bitta Imom al-Buxoriy bitta gaplarini qulog'imga qo'rg'oshinday quyib olganman. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay. Kambag'almisiz ilm oling, sizni boy qiladi. Zulmatdanmisiz ilm oling, sizni yorug'likka yetaklaydi. Bu meni gapim emas. Bu Imom al-Buxoriy gaplari. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay. Maktabni bitirgan do'stim, o'qish kerakmi, o'qish kerak emasmi deb ikkilanib yurgan do'stim. Yon atrofida o'qima nima qilasan deb degan fikrlarning ichida yashayotgan do'stim. O'qing. O'qing, o'qiganda eng zo'ri bo'ling. Eng zo'ri bo'ling, sizni zo'r hayot kutyapti. Siz bu hayotga loyiq insonsiz. Chunki sizdagi mandagi yoshlar harakat qilmasa, O'zbekiston uchun kim harakat qiladi? Sizni bu yo'lda kutaman. Faqat yarim yo'lda to'xtab qolish bo'lmasin degan gapimni sizga ham aytaman.